Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml sarayida Suriya hokimiyetining rahbari Bashar Asadni kutib oldi. Kreml sarayining yig'in to'g'risidagi bayonotida Putinning Asadni saylovda g'alaba qilganligi uchun tabriklaganligini o'tirib qo'ydi. Yana bir tarafdan Putinning atrofdagi kishilarda Xitoy virusi bayqalganligi sababli o'zini karantinga olganligi bildirildi. Angliya poytaxti London shahrida ilib berilayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq va shundaqla oxirgi qatimliq guvohlik anglash yig'ini 13-sentabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. 4 kun davomlashgan mazkur guvohlik anglash yig'inida 27 nafar mutaxassis va 8 nafar guvohchi guvohlik berdi. Sudning hukmi bu yil 12 oyda e'lon qilinadi. Xitoyda yuz bergan tayfun bo'roni sababidan dunyodagi eng ovad portni o'z ichiga olgan 3 port vaqtliq taqaldi. Faoliyati to'xtalgan Ningbo'dagi Jo'shan portining bayonotchisi tayfun bo'ronining suratiga asosan portning payshanba kuni ochilishi mumkinligini, qolgan 2 terminalning keyingi kunlarda ochilganligini bildirdi. İlgilenişçe, Taliban hükümetinin vaqtliq muavin tashqi ishlar ministrligi vazifasini o'tayotgan Amirxon Mutakini ziyorat qilgan Xitoyning Kabuldagi bosh elchisi Wang Yu Afg'onistondagi Taliban hukumatiga 15 million dollar insonparvarlik yordami berishga va'da bergan. Yana bir tarafdan Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Linda Thomas Afg'onistonga 64 million dollar yordam qiladiganligini e'lon qildi. Koreya bozorini nazorat qilib boshqarish organining bayonoti qaraganda, texnika magnati Google'ga ko'chma mashg'ulot sistemasi va qo'llanishchan bozordagi hukmronlik huquqini qalaymaqon ishlatganligi uchun 177 million dollar jarimani qo'yilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika prezidenti Joe Bidenning buyrug'iga asosan 11-sentabr voqeasiga aloqador maxfiy hujjat e'lon qildi. Bozor tashkiloti bo'lsa vafot bo'lgan deb qaralgan rahbari Ayman al-Zawahirining suratini e'lon qildi. Qozog'iston Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotiga qaraganda, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston bosh shtab boshliqlari poytaxt Nur-Sultonda yig'in o'tkazgan. Yig'inga Amerika harbiy vakili qatnashgan bo'lib, rayon bexatarlik masalasi, bo'libmi Afg'oniston vaziyati muzokara qilingan.